Assalomu alaykum. Sizlar bilan Qahvachi Azbek. Bugungi videomiz mavzusi qahvaxona ochish bo'ladi. Juda ham ko'p tadbirkor akalarni xayoli bo'ladi o'zini qahvaxonani ochish bo'yicha va o'zlari borib yurgan qahvaxonalardagi yoqqan joylarni olib turib, birlashtirib qahvaxona ochishadi. Va oxir-oqibat bu qahvaxonaning konsepsiyasi o'ziga xosligi bo'lmaydi. Qahvaxona ochishda birinchi e'tibor beradigan nuqtamiz bu to'g'ri konsepsiya tanlash bo'ladi. Konsepsiya bu nimalardan tashkil topadi? Qanday mahsulotlar bilan ishlash va ularni qanday podacha qilish va kimga sotish va dizaynerimiz va ichki muhit. Bularni hammasi sizning konsepsiyangizni tashkil qiladi. Ikkinchisi bu lokatsiya hisoblanadi, ya'ni joylashuv. Joylashuv juda ham katta ahamiyatga ega. Tepadagi tanlagan konseptimizga mos keladigan joylashuv bo'lishi kerak. Juda ham zo'r maqol bor. Zo'r qahva yomon joyi qutqarmaydi, lekin o'rtacha qahva yaxshi joyda sotiladi. Ya'ni to'g'ri joylashuv qilishimiz kelajakda bo'ladigan savdomizga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. O'zi lokatsiya juda ham katta mavzu. Kommentariyada qiziqarli bo'lsa plus qoldiring, buni alohida video qilib, kengroq qilib yoritib beraman. Keyingisi bu pomesheniyani to'g'ri tanlash, ya'ni o'sha joylashuvdan bizga to'g'ri keladigan makon bo'lishi, uzunligi, kengligi, balandligi bizning konseptimizga to'g'ri kelishi kerak bo'ladi. Bu odatda 1 oy, 6 oy, 1 yillar ketib qoladi bu to'g'ri lokatsiyadan joy topish uchun. Shu oralikda biz parallelni o'zimizni biznesimizni rejalashtirib borsak bo'ladi. Qanaqa ichida obорудование ishlatamiz, qanaqa mebel ishlatamiz, rangi qanaqa bo'ladi, dizayni qanaqa bo'ladi, bularni parallelni rejalashtirib ketsak bo'ladi. Keyingi muhim narsa joy topdik, ijara shartnomasi bo'ladi. Ijara shartnomasida juda ham ko'pchilik shoshilib tezda imzolab oladi. Bunda e'tibor beradigan nuqtalar bor. Birinchisi, hamma kommunikatsiyalar yetarlimi sizga? Tok, svet, suv, gaz, shunga o'xshagan narsani tekshirib olish kerak. Ikkinchisi, deylik, o'tga vitishga qo'ysa bo'ladimi yoki oldindan bormi? Mumkinmi? Bu narsalarni rasman tekshirib olishingiz shart bo'ladi va avtoturargoh mijozlaringiz uchun deylik, to'xtash qulaymi? To'xtasa bo'ladimi? Avtoturargohi bormi yoki yo'q bo'lsa joriy qila olasizmi? Va remont paytida, ya'ni deylik, siz ta'mirlash paytida qanaqadir imtiyozlar beradimi joyi egasi? Bularni hammasini deylik shartnomada bitta-bitta ko'rsatib borishingiz kerak bo'ladi. Chunki keyingi safar buni etsangiz, ijara shartnomasini imzolab bo'lganingizdan keyin har bitta qo'shmoqchi bo'lgan narsangizdan ijara shartnomasida ko'rsatilmaganligi uchun joyi egasi qo'shimcha to'lovlar talab qilishi mumkin va bu sizga deylik yanada qimmatroqqa tushadi. Shartnomani imzolagandan keyin ta'mirlash ishlarini kechiktirmasdan boshlashimiz kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib turib shu devorlar buziladigan bo'lsa, eshiklar qo'yiladigan bo'lsa yoki alishtiriladigan bo'lsa, shularni qilib turib, keyin dizayn asosida deylik qolgan suvoq, joylashuv, ranglarni boshlasak bo'ladi. Bu vaqtdan juda ham unumli foydalanishimiz kerak, chunki vaqt tez o'tib turib, imtiyozli bo'lgan vaqtimiz tugab qolib, arenda to'lashni boshlab qo'yadigan bo'lsak, savdo qilmasdan. Bu asosiy budjetimizga juda ham katta ta'sir o'tkazadi. Remontimiz oxiriga yetib qolgan paytda o'sha biz xodimlarni jalb qilish, tanlab olish va ularni o'qitish jarayonlarini boshlasak bo'ladi. Bar uchun, qandolat uchun va deylik oshxona uchun har bitta alohida xodimlarni olib turib o'qitish jarayonini boshlasak bo'ladi. Keyingi muhim narsa ochilish. Ko'pchilik boshidan rasmiy ochilishni e'lon qiladi va orada juda ham katta xatolar bo'ladi. Bu ayni paytda personalga va biznes egasiga juda ham katta bosim bo'ladi. Shuning uchun boshida rasmiy ochilishdan oldin qanaqadir muddat sinov ochilishini e'lon qilsa bo'ladi. Bunda o'ziga tanish bo'lgan yaqinlari, do'stlari, qarindoshlarini chaqirib turib, sinov muddatida bir kunda bir necha soat, haftada bir necha kun ishlab ko'rib, ba'zi bir xato va kamchiliklarni to'g'rilab olish uchun juda ham yaxshi ish hisoblanadi va qanaqadir muddatdan keyin rasmiy ochilishi e'lon qilsa bo'ladi. Keyingi muhim jarayonlardan bittasi bu rasmiyatchilik. Juda ham ko'pchilik rasmiyatchilikni e'tiborga olmaydi va ish faoliyatini keyinchalik to'xtab turishga yoki yopilib ketishiga sabab bo'ladi. Davlatimizning ma'lum bo'lgan idoralaridan ruxsatnoma va sertifikatlarni olish juda ham muhim hisoblanadi. Bulardan bittasi yong'in xavfsizligi, SES va soliq hisoblanadi. Bulardan kerakli bo'ladigan standartlar asosida sertifikat va ruxsatnomani olish shart bo'ladi. Keyingisi biznes plan hisoblanadi. Biznes plan juda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. 1 oydan keyin qanaqa joyda bo'laman, qancha savdo qilaman, 1 yildan keyin qanaqa bo'ladi. Bularni hammasini biznes planga kiritib borish kerak, o'sha bo'yicha davom etish kerak. Ba'zan deylik savdo kutganimizdan da yuqori bo'ladi. Yuqori bo'lgan paytda oldindan deylik personallarni nima qilishimiz kerak? Yollashimiz kerak. Kengaytiradigan bo'ladigan bo'lsa, joyimizni kengaytirishimiz kerak. Qo'shimcha jihozlar yoki deylik kofe mashinalar yangilash kerak bo'lsa, oldindan yangilashimiz kerak. Savdo tushib ketib qolsa nima qilaman? Marketing uchun qo'shimcha budjet ajrataman, mana bunaqa aksiyalar qilaman. Ular hammasi biznes planda ketma-ket yozib qoldirilishi kerak. Juda ham ko'pchilik biznes plansiz ish boshlaydi va oxir oqibat nima qiladi? Bu joy minusga kiradi va botib ketishiga sabab bo'ladi.
biznes plan deylik, savdo oshib ketganda nima qilaman, savdo tushib ketganda nima qilaman va har oyma-oy, yilma-yil, ketma-ketlikda qanaqa kutuvlaringiz bo'ladi. Hattoki ba'zan bo'ladiki, deylik, savdo juda ham oshib ketdi, mahsulotlarni olishingiz kerak va ishxonada yetarlicha skladlar bo'lmaydi. Joylashtirishga joy bo'lmaydi. Bu ham deylik biznesni sifatini tushishiga, oqsashiga, boshqa narsalarga olib keladi. Har qanaqa oldindan o'ylanmagan, taxmin qilinmagan narsa keyinchalik sizga deylik bir necha barobar qimmatga va yo'qotishlarga olib keladi. O'shuning uchun biznes plan tuzish juda ham katta ahamiyatga ega biznesda. Va o'zi asli qahvaxona ochish bu deylik ijodiy proses hisoblanadi. Qahvaxona va qahva haqida ko'proq ma'lumotlar kerak bo'lgan bo'lsa, kommentariyada plyus qoldiring va o'zingizni fikringizni yoritib qoling. Xudo xolasa bundan-da ko'proq foydaliroq videolar qilishni biz davom etamiz.